Assalomu alaykum, Xorazm Leisure YouTube kanalimiz obunachilari. Aziz do'stlar, arzon narxda bugun sizlarga 300 metr kvadratda joylashgan katta hovli joyimizni ko'rsatib, danishtirib chiqamiz. Aziz do'stlar, bize Taxta bozorining yanındamiz. Yo'lning ustidan ko'rinib turibdi ana. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Taxta bozori yetmaymiz, biza yana o'ng tarafda joylashgan bo'ladi ekan. Shu yerda do'konlar orasidan kirib kelaverasizlar. Shunday chiroyli bir mahalla bo'pti bu yerda aziz do'stlar, qaranglar. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Yo'llarimizdan shunday doshlar döşəlik turibdi ekan. Yo'lning ustidan ham yaqin, marshrutklardan muammo yo'q. Suv, gaz, svetdan ham muammo yo'q ekan bu yerda aziz do'stlar. Uyimizni tanishtirib beradigan bo'lsam, 18 metr ekan. Yurt turganlaringizning o'zini garajına ham ega bo'ladi. Xudo xolasa, eldinda yana tamburlarni chiqarib qo'yibdilar ekan. Birinchi etajimiz yurt turganlaringizning silikat karushlardan qilingan ekan. Ikkinchi etaj aziz do'stlar ham karushlardan qilingan. Endi kerak yerlari pishgan karushlar bilan qilinib turibdi. Aynalarına e'tibor berasizlar, zo'r, ajoyib aynalardan qo'yib qo'yibdilar ekan, ya'ni imzodan qo'yilgan. Qaranglar, dim zo'r, ajoyib. Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Hozir endi sizlar bilan ichki qismidan ko'rib danishib chiqamiz. Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz, savdolashib olaverasizlar. Dokument hamma hujjatlari tayyor. Yetti kesaychandan ko'ramiz. Giraverish tambur qismi. Dumzo'r, ajoyib keng qolgan tambur qismi ham. Bu yerda umonliklarni qo'yib, aziz do'stlar, bemalol girsalar bo'ladi. Tambur nechun kerak? Issiq sovuq havoni ichana girgizmaslik uchun asosiy shundan foydalanadi tamburdan. Shuning uchun zo'r, ajoyib. Bizning uyimizga qaranglar, dim zo'r tushgan planlar men o'zim ham yoqdi. Katta shunday G shaklidagi dalan ko'rib turganlaringizdek zo'r tushgan planlar ham ajoyib. Şurada mesela Hazreti bir biçip gününü şurada ötketsem bo'ladi. Bolalar izlab o'ynab kulib yuradi. Balandligini ham ko'rib turibsizlar. Fundamentlari, so'qillari ham dumzo'r, baland qolgan. Birinchi etajimiz ko'rib turganlaringizdek silikat karushadan plitalar bilan bostirilgan, seysma poyezdlar ham o'tgan. Aziz do'stlar, dumzo'r, ajoyib atib. Şurada o'zimiz yashaymiz deb qurgan ekan egasi. Tak, aziz do'stlar, bu yonimizda bir zal. Zalimiz ham dim katta tushgan. Xudo xolasa ajoyib, aynalar ham katta, kichkina emas. Aziz do'stlar, keyingi xonamiz bu yerda bir spalni. Spalnidan hozir suvoq ishlari bitgan, pol ishlari qilingan ekan. Oynalarimiz yana shunday ustalar bor ekan, alashmayapsizlar. Shundan foydalanib turibdilar ekan. Keyin bu yon tarafimizda yana bir kichkina koridordan kirib boraverishda, to'g'rimizda sanuzel. Sanuzel ham keng qolgan. Ana ondan keyin aziz do'stlar, bu yon tarafimiz kuxnya. Kuxnyamizni e'tibor etganlaringizdek podvalni ega bo'ladi. Bu yerni yana ham qassa bo'ladi ekan, sababi hozir to'proq bilan aytib qo'ydilar. Bemalol baland dedi. Bu yerimiz kuxnya. Albatta bu uyimizda suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Tok ishlari bitib turibdi. Dimir zo'r. Shu yerdan biz endi hozir ikkinchi etajga chiqqanimizdan ikkinchi etajini ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, ikki dona eshik bor, boq tarafga chiqadigan. Bir yerden çıksanız ham bo'ladi, yoki bo'lmasa garajdan ham to'g'ri bog' tarafi o'tsa bo'ladi ekan. U ham zo'r aziz do'stlar. Ana shunda ertaga bir kun qo'ymi, molmi bir narsa boqqan vaqtda to'g'ri uyning ichidan kirgizmaysizlar. To'g'ri bog' tarafdan kiraverasizlar. Undan tashqari boshqa nov ish bo'ladigan bo'lsa, bog' tarafdan shu garajdan kiraverasizlar. Albatta zo'r kerak. Endi ikkinchi etajini ko'ramiz. Aziz do'stlar, shu yerda yana zina joylari qoldirilgan ekan. Evde ihtiyacı eshik ham qoldirilgan. Bog' tarafdan agar terrasa qilaman desangizlar. Xonalarni tushuntiramiz. Girgandan o'ng tarafimizda ikki dona xona bor. Bu yerni xohlasangizlar zal sifatida bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Sababi dim katta qolgan ekan. Endi 18 metrdan dim zo'r ajoyib hovli joy tushadi ekan. Panoramli aynalar qo'yilgan. Ya'ni kattaroq nisbatan kichkina emas. Tok ishlari bitib turibdi. Patologlarni alohida e'tibor berasizlar, zo'r atib bostirilib, ajoyib taxtalardan foydalanilgan. Kenglayindi. İkinci xonamiz ham xuddi shunday razmerda, birimiz ham dim katta qolgan. Bu yerni ham zal sifatida foydalansangizlar bo'ladi. Lekin oilangizda katta bo'ladigan bo'lsa, odamlar soni bemalol spalni sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yerimiz shunday G shaklidagi dalan plitalar bilan bostirilib turibdi. Balandliklari zo'r. İki dona ayna qaragan ekan. Bu yon tarafda do'stlar yana bir ish qoldirilgan. Bu yerdan xohlasangizlar bog' tarafidan terrasa qilsangizlar, shu yerdan chiqish etsangizlar bo'ladi. Bog' taraf ham bir 4 metr qolgan. Ko'rib turganlaringizdek, dimzo'r. Keyin bu yonda ikki dona eshik qo'ydilar, lekin uzun zal bo'lib turibdi. Yo'q, mana shu yerda yetadi ikki dona spalniya desangizlar,
dik o'rtasidan bo'lasizlar do'stlar. Bu yanimiz bir spalni, bu yanimiz bir spalni bo'lib turadi. Ikki xonadon oyna bor ekan do'stlar. Dimzo'r, ajoyib. Nechun desa, xonaga yorug'lik tushib tursa, dim bir ajoyib zo'r. Дополнительный svetlardan foydalanmaysiz, lekin quyosh nuri tushib turgani dimzo'r. Ko'rib turganlaringizdan ushbu xonadonim sotuvda taxminan plus minus 300 metr kvadratda joylashgan. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar bizani bu hovli joyimizni. Arzon narxda do'stlar, menimcha bahasi normalniy. Shahar ham bir adim marshrutkalar yurib turibdi. Chiqasizlar marshrutkalardan ana liboy yere boraverasizlar. Asosiysi bu uyimizda suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Dokument hamma hujjatlari tayyor. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Yana bir narsa aytamiz. Agarda siz ham shunday uyingizni, joyingizni sotish niyatida yurgan bo'lsangiz, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar.